Bugun mamlakatimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori bo'lgan bosh qomusimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganiga 33 yil to'ldi. Konstitutsiya bu demokratik qadriyatlar, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, adolat va qonuniylik tamoyillarining eng oliy ifodasidir. U mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng islohotlar, yangi imkoniyatlar va yangilanish jarayonlarining huquqiy asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti jamoasi bugungi qutlug' sana bilan barcha yurtdoshlarimizni chin qalbdan muborakbod etadi. Bizning vazifamiz yoshlarga huquqiy madaniyatni singdirish, ularni vatanning ravnaqi yo'lida o'zlarini munosib hissalarini qo'sha oladigan bilimli, mas'uliyatli va faol mutaxassislar qilib tayyorlashdan iborat. Yurtimiz tinchligi, farovonligi va taraqqiyoti abadiy bo'lsin. Konstitutsiya kuni muborak bo'lsin azizlar.